Assalomu alaykum, Bunyodjon.2 kanalida obunachilari. Bugun sizlarga men Bunyodjon sizlar bilan qushlarning salatda aylaman. Birinchi o'rinda biz mana shunday qilib so'zini qirishdan o'tkazganmiz. Mana oddiy so'zi bu. Mana shuna qirg'ichdi. Bunaqa joydan o'tkazdik. Yaxshilab so'zini o'tishdik. Endi biz mana bizda ismaloq, oddiy ismaloq somsalarga qo'shiladigan. Shuni maydalaymiz. Katta bo'lmasligi kerak. Katta nimaga desalaring, agarda katta bo'lib qolsa qushlaringiz, masalan mana shu katta turibdi hozir. Shu kichkina qushlar kichkina tashlaydi, shuni tishlaganda shunday ovozdan shunday yerga tushib ketib qoladi. Shuning uchun katta qilmasdan o'rniga kichkina qilish kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring kichkina qilib biz keyin oddiy ovqatlarga qo'shiladigan ukrop. Oddiy ukrop. Shuni ham mayda qilamiz. Biz salatimizga nima qo'shamiz? Sabzi qo'shamiz. Qirishdan o'tkazilgan ismaloqni yaxshilab maydalaymiz. Yaxshilab maydalagandan keyin buni sabziga aralashtiramiz. Hozir ungacha buni ham maydalash kerak. Mana sizlarning qushlaringiz buni soniga qarab salat tayyorlaysizlar. Masalan, shunda yarim qilasizlar. Mana shuni masalan, to'la emas-u. To'laga sal kamroq qilsalaring, 4 parra, 2 parra, 3 parra qushga bo'laveradi. Bu degani 4 ta 6 ta degani. Qushga bo'laveradi. Sizlarga maslahatim, qushlaringga semichka bermanglar. Qushlaring semichka bermanglar. Nimaga desalaring, bu valnisdi, to'lqinsimon qush. Ko'p tez semiradigan qushdan bittasi. O'ta tez semiradi. Semirgandan keyin tuxumga kirmay qo'yishi mumkin. Tuxumga kirmay qolishi ham mumkin semirgandan keyin. Shuning uchun sizlarga maslahatim, semirib ketmasligi uchun oddiy semichkali shunaqa oddiy shunaqa tarixdon. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlardan agarda qushlaringiz semirmasdan katta qafasda bo'lsa, shunaqa aralashmada berishlari mumkin. Bunda ko'pgina narsalar bor, shuning uchun bu katta qafasda ko'p uchishadi. Shuning uchun meniki bitta qushim uchmay qolib shunaqa bo'lib ketdi. Ucholmasdan semirib ketib, semirib ko'p ovqat yeb turdi. Shuning uchun oddiy zig'irdan beryapman. Sizlar ham qushlaring semirib ketgan bo'lsa, oddiy zig'irdan berishlarini tavsiya beraman. Nimaga desalaring, bu semirtirmaydi. Keyin bitta vitamin ham bermaydi, tarixdon es. Zig'irda o'zi keyin unga qo'shimcha shunaqa mendaqa salatlar berishlaring kerak. Chunki bu bo'lsam tuxum qo'ymaydi. Hozir bu salat oldik, mana aralashtiramiz. Ko'p ham tayyorlamaslik kerak, ichlari o't ketadi. Haftada qishda haftada 1-2 marta bersalaring yetadi. Yozda lekin 2 kun ora bersalaring ham bo'laveradi. Uncha ham ko'p bermaslik kerak yozda ham. Yozda qushlarim issiq bo'lgani uchun ko'chaga olib chiqibman. Mishiq hech bola teyolmaydi, itdan teyolmaydi. Chunki hozir men sizlarga qafasini ko'rsataman. Hozir video jarayonida qafasini ko'rsataman, kattagina qilib qo'yganmiz. Bemalol masalan, hamma qushlarimiz shunday o'tasiga olsa bo'ldi, mishiq ham hech bola ham teyolmaydi. Setka ham qilib qo'yganmiz bunga. Shuning uchun agarda sizlardan yozda maslahat beraman, qushlaring qafasi katta va yiqilmaydigan bo'lsa, qo'l bola yasalgan bo'lsa, sizlarni ham qushlaringni mana shu ko'chaga qo'yib qo'yishga maslahat beraman. Sabzi salkam bo'lib qolibdi. Mana ko'rayotgan aralashtiryapmiz, ko'rayotgan bo'lsalar.
Ana buncha ukrop ortib qoldi. Shuncha ukrop ortib qoldi, keyin smalodcha kichkina barkasi ortib qoldi. Bularni olib qo'yamiz va joyiga qo'yib qo'yamiz. Qushlarimizga shunaqa salat qilib berishlar kerak. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Sizlarga maslahat beraman. Shu oddiy shunaqa zoo magazinlar sotadi. Shunaqa bitta bu 1 litr suvga bitta dona ekan. Mana shu 1 litr suvga bitta dona. Bu 5000 so'm turar ekan. Bu yaxshi vitamin ekan. Tuxum qo'yishga foizini ko'paytirar ekan. Hozir mana biz salatimizda mana sabzi bor, ukrop bor va ismaloq bor. Mana yaxshilab hozir buni to'kamiz va buni yaxshilab maydalab kiritishga solamiz. Hozir pichoq oralariga shunday qilsa ko'p maydalanib ketadi. Chunki butun katta bo'lsa u bo'lmaydi. Sizlarga maslahat beraman. Ko'p odam ko'radigan bo'lsa, sabzini shunday kesadi-da. Masalan, hozir ko'rsatib beraman. Hozir sabzini shunday kesadi-da, shunday qistirib qo'yadi. Yo'q, u noto'g'ri. Nimaga desalar, u masalan men sabzi beryapman, bittagina sabzi yetadi bularga, vitamin, olma beryapman ora-orada deyish u bo'lmaydi. Shunaqa qilib sizlar kunda emas, qishda haftada 1-2 marta, yozda kunora yoki 3 kunda bir qilib bersalar bo'laveradi. U ko'p odam shunaqa sabzini o'zini shunday ashga tiqib qo'yadi, shu bilan bo'ldi. Bo'ldi deydi qushlarim, keyin yana tuxum qo'ymayadi deb yuradi. Shunaqa qilmaslik kerak. Men sizlarga doim aytaman, qushlaring semiz, tuxum qo'ymayap turgan bo'lsa, shunaqa oddiy tariq zig'irdondan beringlar. Tariq ham bo'laveradi, zig'ir ham bo'laveradi. Lekin unga bir hafta ham o'zim semichga berardim, qarasam qushim ortiqcha semirib ketyapti. Yerdan turib qo'ndog'igacha uchib bora olmayapti. Qolgan hamma qush uchyapti, bittasi ucholmayapti. Bittasi semirib qoldi. Endi ashi ko'p don yeyapti, men unga ahamiyat beryapman. Ko'p don yegan uchun u ko'p semiryapti. U zig'ir ozitadi. Shunaqa salatlar bersang vitamin bo'lib, uni oz ehtimoli bor. Shuning uchun bizni bitta ko'k hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'k bitta qushimiz tulovga kiribdi. Tulov уже burnini tepasi pat to'kyapti. Sal qilib ko'rsatamiz. Mana qoch bobur qoch. Ko'rayotgan bo'lsalaring, sizlarga ham maslahat shunaqa qilib salat qilishingiz mumkin. Mana bu salatda nima bor? Sabzi bor, ismaloq, ko'kat bo'ldi, qolgan hech balo yo'q. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana o'sha sabzilar maydaladik, endi idishiga solamiz. Biz o'ziga bitta tarelka qilib, maxsus qilib o'zi uchun idish qilib qo'yganmiz. Shu idishda buni odam ishlatmaydi. Bitta qushlarimni tomini o'ziga berib qo'yaman. Ana shu tomida shunaqa bo'ladi. Tomida turaveradi. Bu idishlar ichiga qo'shmayman, tomida turadi. Buni qilganimga 2 haftacha bo'ldi ama 2 haftacha. 2 haftacha bo'ldi. Mana obunachilar hozir eshigini ochib salatini qo'yapmiz. Mana kattagina qafas. Hozir uni salatini qo'yib qo'yamiz. Aslında tursa. Baqa qilib qo'yibdi gazetani. Mana baqda oson. Bu yo'l baqa axlat qilishmaydi. Men don chaqsin deb qilmaganman bu gazetani. Mana obunachilar, men bu gazetani don ichiga tushsin deb qilmaganman. Shuning uchun axlatlar ana shunga tushsin deganman. Don unaqa narsalarni shunday oddiy mana shunaqa shotkada bunday qilib qo'ysam bo'ldi. Donlari ham bo'ladi.
Sizlarga xayr deb qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga kirib, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan xayr deb